Siz yosh oilasiz va farzand tarbiyasida qiyinchiliklarga duch kelyapsiz. Keling, hozir biz Janten Kayaning Bola eshitganini emas, ko'rganini qiladi kitobini tahlil qilib olamiz. Va siz bu videoni oxirigacha ko'rish orqali tarbiyada sodir bo'ladigan xatoliklarni bilib olasiz. Assalomu alaykum. Ismim Bahora. Dono Akademiya o'quv markazida 2,5 yildan buyon arab tili ustozasi bo'lib faoliyat yuritib kelmoqdaman va ayni damda hozirgacha 300 dan ortiq o'quvchilarga dars berdim. Keling, hozir sizlarga mana shu vaqtda orttirgan bilim tajribalarim hamda o'qigan kitoblarim asosida tarbiyaga doir xatoliklarni yoritib bersam. Bizda birinchi masala ota-ona munosabatining bolaning xulq-atvoriga, fe'liga ta'siri. Keling, hozir shularni ko'rib chiqamiz. Bu ota-ona munosabatlarini ham biz 3 ga bo'lib olamiz. Birinchi guruh ota-onalari farzandiga haddan ziyod mehr beradigan, uni yer va ko'kka, dunyolarga sig'may sevadigan, almashmaydigan ota-onalar hisoblanadi. Ular farzandlarini hech kimga hech qachon ishonishmaydi. Tishi chiqqan bo'lishiga qaramasdan narsalarni, ozuqalarni maydalab berishadi. Ko'chaga chiqmoqchi bo'lsa, orqasidan yugurib chiqishadi. Chunki farzandi yiqilib tushishi mumkin yoki kimdir bilan urushishi mumkin. Uni hech kimga hech qachon ishonmaydi. Farzandi kechasi 12 da muzqaymoq yegisi kelsa ham, bo'ldi, olib beraman. Qaysidir magazin ochiq bo'lsa, olib kelaman deb har qanday xohish istagini bajaradigan ota-onalar. Mana shu munosabat bolaning fe'l-atvoriga qanday ta'sir qiladi? Birinchidan, farzandingiz xudbin bo'ladi. Hammani o'ziga xizmat qilishga undaydi. O'ziga ishonmaydi. Siz bo'lmaganingizda o'zini kuchsiz, zaif his qiladi. O'ziga hech qachon ishonmaydi va boshqalar tomonidan boshqarilishga moyil bo'ladi. Ikkinchi toifa ota-onalari bolaning his-tuyg'ularini inobatga olmaydigan ota-onalar, ya'ni biz uning ota-onasimiz, bizning fikrimiz ustun, bizning fikrimiz muhim. U hali bolada, aqlini olmagan, yaxshi fikrlay olmaydi deb bolaning fikrini eshitmaslik. Oilada kimdandir qo'rqishi kerak, otasidan qo'rqishi kerak, onasidan qo'rqishi kerak deb uni qo'rqitish yoki qaysidir qilgan xatoligi tufayli uni barchani oldida kamsitish, uyaltirish, nasihat berish. Mana bunday munosabat orqali bolaning fe'l-atvori qanday bo'ladi? Bola birinchi navbatda xudbin bo'ladi. Hech qachon o'zini aybini tan olmaydi. Sababi, tan olsa u urush, janjal, pand nasihatga qolib ketishini yaxshi biladi. Yuzsiz, bezbet, noshud bo'lib yetishadi. Uchinchi guruh ota-onalari farzandini hissiyotini eshitib, uni tushunadigan ota-onalar hisoblanadi. Bunday ota-onalar farzandini xato qilishidan hech qachon qo'rqishmaydi. Aksincha, bu xatoni qilgandan so'ng qayta takrorlamasliklariga e'tibor berishadi. Farzandi qandaydir xatolik qilib qo'ysa, uni barchani oldida pand nasihat, urush, uyaltirib emas, balki uyda alohida o'zlari bo'lishganda pand nasihat berishadi. Farzandining istaklarini katta odamlardek eshitishadi va uni inobatga olishadi. Va bunday munosabat farzandning fe'l-atvoriga quyidagicha ta'sir qiladi. Farzand ijtimoiylashadi, tez do'stlar orttira oladi. Hamma bilan kelishib keta oladigan, o'z fikriga ega, o'ziga ishongan holda katta bo'ladi. Ikkinchi masala, farzandingiz yig'layotganda aslo bunday so'zlarni ishlatmang. Ovozingni o'chir, jim, sharmanda qilayapsan, yig'lama. O'g'il bola yig'lamaydi, uyat bo'ladi. Ichingda yig'la, ovozingni chiqarma kabi so'zlarni ishlatishingiz farzandingizni o'zidan o'zi bloklanishiga olib keladi. Farzandingiz yig'layotganida siz uni tushunayotganingizni, hislarini qabul qilishingizni unga bildirishingiz lozim. Ya'ni, men seni tushunyapman. Hozir qiyin vaziyat. Seni o'rningda bo'lsam, men ham yig'lardim. Kel, men seni quchoqlasam, yelkamga boshingni qo'yib yig'lasang bo'ladi kabi so'zlarni aytishingiz farzandingizni o'zidan bo'shashtiradi va yig'lashini kamaytiradi. Ozgina vaqtdan so'ng yig'lashdan tiyiladi va bu farzandlaringizni his-tuyg'ularidan hech qachon uyalmasligiga olib keladi. Siz farzandingizni har doim har qanday vaziyatda uni qo'llashingizni, uni tushunishingizni bildirib turishingiz kerak bo'ladi. Shundagina farzand va ota-ona o'rtasidagi masofa anchayin yaqinlashadi.
Siz farzandingizni arab tilida o'qishini istaysiz, orzu qilasiz va ancha vaqtdan buyon ishonarli, sifatli o'quv markaz qidirib kelmoqdasiz. Bizning o'quv markazimiz Dono Akademi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni samarali, manfaatli, sifatli qilib o'qitadi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. 3-masala: farzandingizni tilini chiqishini kechiktiradigan holatlar. Eng birinchi holat: er-xotin o'rtasidagi munosabat. Oilaviy muhit. Er-xotin bir-biringizga qanchalik mehribon hamda past ohangda, ya'ni uyingizda baqir, chaqir, urushlar bo'lmasa, farzandingiz tili bemalol chiqa oladi. Farzandingizga hech qachon juda ham qattiq agressiv munosabatda bo'lmang. Farzandingizni birdan qattiq qo'rqishi uni tushkunlikka olib keladi va gapirishdan qo'rqish hissini uyg'otib qo'yadi. Siz farzandingizga har doim yaxshi gap bilan qilgan xatolarni tushuntirishga urinib ko'ring va mana shundagina farzandingizda gapirishdan qo'rquv hissi bo'lmaydi. Farzandingiz yolg'on gapirmasligi uchun nimalar qilishingiz kerak? Eng birinchisi, farzandingiz yolg'on gapirayotganini sezganingizda yolg'on gapirma, aldama kabi so'zlarni emas, endi haqiqatni aytsang bo'ladi. Qo'rqma, men hammasini bilaman, men seni tushunaman, men seni his qilyapman kabi so'zlar orqali uni yolg'on gapirmaslikka undashingiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi masala, farzandingiz yolg'on gapirayotganini sezganingizda hech qachon qo'pollashmang. Unga qo'pol munosabat qilganingiz sari bir yolg'onni yashirish uchun ikkinchi yolg'onni to'qib chiqarishga majbur bo'ladi. Va farzandingiz yolg'on gapirmasligi uchun o'zingiz ham bunga namuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Doktorga ketayapmiz deb boshqa farzandingizni olib aylanishga, sayrga olib chiqib ketmang. Bola-ku tushunmaydi deya munosabat qilmang. Bola har doim sizni his qiladi. 4-masala eng ommaviy masala hisoblanadi. Ya'ni farzandingiz bilan bozorga yoki do'konlarga kirishga qo'rqasiz. Nega? Chunki farzandingiz har xasha qilishini bilasiz. Uni olib bering, buni olib bering deb yig'lashi, hattoki yerga yotib olishni ham bilasiz. Va siz farzandingiz bilan borishga qo'rqasiz. Keling, buni biz oldini olamiz. Avvalo farzandingiz bilan katta insonlardek bitim tuzing, kelishuv tuzing. Bugun sen bilan do'konga boramiz. Kel, mana shu narsalarni olamiz deb unga oldindan miyasiga buyruq bering. Va bu bilaman birinchi martada hech qachon ish bermaydi. Farzandingiz albatta yig'laydi, yerga yotib oladi. Lekin bu 2-chi, 3-chi, 4-chi martalarda albatta o'z natijasini ko'rsatadi. Shuningdek, farzandingizga hech qachon do'konga kirganda xohlagan narsangni ol deya unga imkoniyat bermang. Imkoniyatlar ichida imkoniyat yarating. Ya'ni, kelgin, bugun senda 3 ta variant bor. Mana shu 3 ta variantdan xohlagan bittangni olishing mumkin deya siz unga o'zingizni tanlovingiz ichida tanlov yaratib bering. Shunda farzandingiz keraksiz, zararli narsalarni olishdan tiyiladi va o'zingiz xohlagan narsani oladi. Birinchi masala tanlov ichidagi tanlov bo'lgandan so'ng, ikkinchi masala, albatta farzandingiz boshida bunga ko'nikmaydi, tan olmaydi, o'zi xohlagan narsani olishiga undaydi. Keling, bunda nima qilamiz? Tasavvur qiling, siz supermarket ichidasiz. Farzandingiz mana shu o'yinchoqni olib berasiz deb yig'ladi, xarxasha qildi. Atrofdagi odamlar ham sizga zarba berib, olib bersangiz bo'lmaydimi? Bolani yig'latish yaxshi emas. Qarang, yig'lab qon bo'lib ketibdi deb sizga stress beradi. Albatta bu vaqtda siz o'sha o'yinchoqni olib berishingiz farzandingizni rag'batlantiradi va har doim do'konga chiqqaningizda, har doim bozorga borganingizda mana shu usulni qo'llayveradi. Yig'lasam, yerga yotib olsam, yana olib beradi degan usul narsa uning miyasiga o'rnashib qoladi. Bu vaqtda sizda ikkita yo'l bo'ladi. Birinchisi yaxshi, ikkinchisi ozgina xatarli yo'l hisoblanadi. Eng birinchi yo'l, farzandingiz qattiq yig'lab xarxasha qilayotgan vaqtda siz uni qattiq quchishingiz kerak bo'ladi. Psixologlarning aytishicha, yig'lab baqirayotgan odamga, yig'lab baqirayotgan bolaga siz uni quchishingiz juda ham katta plyus ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni qanday? Bola o'zidan o'zi bo'shashib qoladi va ichidagi barcha salbiy energiyalari o'sha quchganingizda chiqib ketadi va sekin bolangizni ko'tarib olib magazindan yoki bo'lmasa bozordan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi masala,
ozgina xatarli, ya'ni xavfli masala hisoblanadi. Farzandingiz yerga yotib yig'layotgan vaqtda hech qachon u o'yinchoqni olib bermang va bu doimiy takrorlanishga olib keladi. Siz ayni o'sha damda farzandingizni tinchlantirib ko'rishga urinib ko'ring. Agar yuqoridagi birinchi masala unga foyda bermasa, farzandingizga ayting. Hozir men chiqib ketaman, sen o'zing yolg'iz qolasan kabi so'zlarni ishlating va hech qachon ortingizga qaramasdan to'g'ri eshik tomon, ya'ni chiqish eshigi tomon yura boshlang. Farzandingizda qo'rquv paydo bo'ladi. Qanday qo'rquv? Begona joyda, begona insonlar bilan qolib ketish. Va siz chiqish eshigidan chiqib ketayotganingizda orqangizga qarashingiz farzandingizga umid beradi. Qanday umid? Meni tashlab keta olmaydilar va menga hozir mana shu o'yinchoqni olib beradilar kabi umidni beradi. Siz ortingizga qaramasdan yo'lingizni davom eting va chiqish eshigini oldida katta umid bilan kutib turing. Va ozgina daqiqadan so'ng farzandingizning o'zi chiqib keladi. Mana shu yo'llar orqali siz farzandingizni xudbinlikdan tiyasiz. Ya'ni bozorga yoki do'konga borganda har qanday xarxashasini tiyadi. Biladiki, farzandingiz o'zi qolib ketishi mumkinligidan. Farzandingizga har doim o'zingizning tanlovingiz ichida tanlov berishni unutmang. Hurmatli ota-onalar, yuqoridagi farzand tarbiyasiga doir tavsiyalar sizga foydali bo'ldimi? Sizningcha psixologlarning ushbu tavsiyalari samaralimi, manfaatlimi? Farzand tarbiyasiga to'g'ri keladimi? Yana qanday kitoblarning tahlilini istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.